Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda payg'ambarimizning oldiga har qaysi yurt oymoqlardan islomni qabul qilib, elchilarning kelganliklarini o'qib o'tgan edik. Endi o'qiydiganimiz shu elchilar qo'shinining davomi. 13. Bani Hanifa elchilari. Bu qabilening elchilarimi Hijriyaning 9-yili kelgan. Elchilar 17 kishidan tarkib topgan bo'lib, ularning ichida Musaylima Kazzobmi bor edi. Uning asli ismi Musaylima ibn Sumama ibn Habib ibn Haris bo'lib, shu qabiladan edi. Ular ansarlardan bir kishining uyiga tushib, ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashib musulmon bo'lishdi. Ammo Kazzob Musaylima haqidagi rivoyatlar o'xshash emas. Bu haqdagi rivoyatlarning har qaysi taraflariga cho'nqur nazar solganimizda, Kazzob Musaylima boshida musulmon bo'lishdan bosh tortib, huquq mansab tamasida yurgan. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashdimi o'zini qochirib, o'mak a'zolari qatorida suhbatga qatnashmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dastlabda uni chiroyli so'z bilan, illiq muomala bilan qoyil qilishga tirishgan. Ammo keyincha uning yomon niyati borligini pamlab, keskin pozitsiya tutgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shuningdan bir qancha kun ilgari bir tush ko'rgan. Tushida butun yer zaminning xazina boyliqlari uningga berilgan va qo'lida 2 dona oltin uzuk paydo bo'lib qolgan. Bu 2 uzuk payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qattiq eg'ir kelgan va uni g'am bosgan. Shu an payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelib, uni pöyligin deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni pöylaganda uzuklar orqa-orqadan uchib yo'qolgan. U tushidagi bu 2 uzukni keyincha bosh ko'tarib chiqgan 2 kazzob yolg'onchiga tadbiqladi. Xo'sh, Musaylima kazzob ana shundoq bo'yin to'lgandan keyin Musaylima payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Agar sen olamdan o'tgandan keyin ma'murlikni menga iltifot qilsang, ondan senga agishman" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam alaydan uni izlab keldi. U qo'lida bir putaq xurmo shexini ko'tarib olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan billa uning notiqi, vakolatdan so'zlash kuchisi Sabit ibn Qays ibn Shimas raziyallohu anhu bor edi. Ular Musaylima va uning odamlari bilan uchrashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Musaylimaga o'zi bevosita gap qildi. Musaylima uningga: "Agar xohlasang, biz sening ishlaringga aralashmasak, sen olamdan o'tgandan keyin huquq va hokimiyatni bizga tavsiya qilsang, ondan biz senga ergashsak" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga keskin radiya berib: "Agar sen mendan mushu 4 tal shoxni so'ragan taqdirdimi hargiz bermayman. Sen haddingdan oshmag'in. Navoda haqdan yuz o'raydigan bo'lsang, Alloh seni chuqum halok qiladi. Qasam qila olaymanki, tushimda bisharat bergan hilliqi kazzob chuqum sen ekansan. Ushbu hamrohim Sabit ibn Qays sana javob bersin. Mening sana so'zlab o'tirg'ili vaqtim yo'q" deb qo'yib, orqasiga o'rilganicha ketib qoldi. Oxiri ish payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ylagan yerdan chiqdi. Musaylima Yamamiga qaytgandan keyin uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxir o'zining payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan tang o'rinda turadigan payg'ambar bo'lganligini jakarlab, payg'ambarlik davosini ko'tarib chiqdi va "Men bu payg'ambar" deb davron soldi. U qo'shoq va qobiyalarni to'qib, Qur'onning o'rniga dastatmoqchi bo'ldi. Yamama xalqi uchun haroq va zina, fohishvozlikni halol qildi. Shuning bilan billa u yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini e'tirof qilib, Muhammad sallallohu alayhi va sallam barhaq payg'ambardir dedi. Yamama xalqi uning yolg'on yovudiq so'zlariga aldanib ketdi va uning sanimiga usul o'ynadi. Musaylimaning qilmishlari kundan kunga chekdan oshdi. Hatto uning obro'yi ishib, Yamama shafqatchisi deb ataldi. U texmu hadidan ishib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga maktub yozdi. U maktubida: "Men payg'ambarlikda sana sherik qilindim. Yerim huquq bizning, yerim huquq Qurayshlarning bo'lsin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga: "Zimin Allohning zimini. Allah uni xohlagan kishiga iltifot qildi.
oqibatda taqvodorlarga mansub deb raddiya berdi. İbn Mas'ud raziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: Musaylimaning ikki elchisi İbn Navah, İbn Assallar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga kelibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ulardan: "Sizlar ikkinglar mening Allohning payg'ambari ekanligimga guvohlik beramsizlar?" deb so'radi. Ular: "Biz Musaylima Allohning payg'ambari deb guvohlik beramiz" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'azablanib: "Allohga iymon keltirdim. Allohning payg'ambariga iymon keltirdim. Agar men elchini o'ltirar bo'lsam, chuqum ikkinglarni o'ltirayotgan bo'lardim" dedi. Musaylima payg'ambarlik da'vosi qilib chiqqan vaqt Hijriyaning 10-yili edi. U Abu Bakr roziyallohu anhu xalifaligining 1-yili, ya'ni Hijriyaning 12-yili Rabbiyul avvalda Yamama urushida o'ltirildi. Uni Hamza roziyallohu anhuning qotili Qonxo'r ibn Harb o'ltirgan edi. Ammo shundan keyin payg'ambarlik da'vosi qilguvchi yana bir badbaxt Asvai al-Anasi Yamanda bosh ko'tardi. Uni Fayruz degan kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vafotidan bir kun ilgari o'ltirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vahiy orqali bu xabarni musulmonlarga oldin uqtirgan edi. Ammo Yamandan kelgan elchi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dafn qilinib bo'lgandan keyin yetib kelgachga bu xabarni Abu Bakr roziyallohu anhu ga ma'lum qilishga to'g'ri keldi. 14. Bani Amir ibn Sa'asa elchilari. Ya'ni Amir elchilari ichida Alloh taolaning dushmani Amir ibn Tufayl, Arbad ibn Qays, Lubaydning ani bir qarindishi, Xolid ibn Jaffar va Jaffar ibn Aslamalar bor edi. Ular shu qabilaning boshliq kattaboshlari va o't quyruq shaytonlari bo'lib, ularning ichidagi Amir ibn Tufayl bo'lsa, Biri Mauna fojiasining planlanguvchisi edi. Bu ömək Mədinəyə qədəm besiş aldıda Amir bilən Ərbəd, yəni suiqasd planlab, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmni toydurmay öldürətməkçi boldu. Elçilər kelib Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bilən görüşdü. Amir Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmni gəp kisilib gol qılmaqçı boldu. Ərbəd Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin keynik ütüb qilichini bir g'eri so'g'argan idi. Allah Taala uning qulini harakatdan to'xtatdi. Ərbətning hətta qilichini g'ilibiga kirgizishga mador yetmadi. Allah Taala o'z payg'ambarini suiqasddan ana shundaq saqlagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ikkisiga duoibat qilgan edi. Shunga ular qaytgandan keyin Allah Taala Ərbatga bir chaqmoq avatib uni to'gisi bilan qo'shib ko'ydiribdi. Amir Madinada Salul jamiyatidan bir ayolning uyiga tushgan edi. U yerda uning gajgisiga bir xil baz o'sma paydo bo'lib, shuning bilan o'ldi. U o'lishdan ilgari to'yga kesilik o'xshash bir tushish Salulining uyida o'lish deb jo'yladi. Sahih Buxorda aytilishicha, Amir payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan so'zlashganda: "Men seni 3 ishning birini talashga ixtiyor qilman. Biri yezi qishloq, sahrolar sanga bo'lsin. Shahar kentlar menga bo'lsin. Yana biri sen olamdan o'tgandan keyin men seni xalifang bo'laman. 3-chi, navoda qo'shilmasang, men sana G'atfondan 2000 otliq bilan qo'shin tortaman" degan. Uningga qaytish yo'lda bir xottining uyida kasal tekkan. U: "Menga to'yga keslik o'xshash kasal tegibdi. Mushunda xottining uyida o'lib ketarmanmi? Menga etim to'qib beringlar" degan va etiga minib hayal o'tmayla jon uzgan. 15. Najib elchilari. Bu elchilar ömigi 13 odamdan tarkib topgan bo'lib, ular mollarining zakitidan namratlarga berib, oshqinini billa elib kelgan edi. Bu öməkning boshqalarga o'xshamaydigan yeri shuki, ular kelgan peti Qur'on o'rganishga kirishib ketgan. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan nurg'un narsalarni so'rgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning so'rgan savollariga yozma javobnoma putib berdi. Elchilar uzoq turmay qaytmoqchi bo'lganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga yo'lliq tutib uzitib qo'ydi. Ular turalg'ularga berib, u yerda qoldirib ketgan bir yigitni avatdi. Yigit kelib: "Ey Rasululloh, Alloh bilan qasamki, mening shuncha yiroq yerdan javr chekib kelishimdagi sabab, sen Allohga duo qilsang, Alloh meni gunohimni kechirsa, menga shafqat qilsa va mening qalbimni boy qilsa" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga duo qildi.
Shuning bilan u eng qanoatchan odam bo'ldi. Murtadlik avj olgan keyingi mezgillarda u islomda ching turdi va o'z qavmiga nasihat qildi. Ularmu islomda mustahkam bo'ldi. Hech qaysisi og'midi. Bu umma keyingi yilliki vidolashish hajida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan yana bir qitim uchrashdi. 16. Tay elchilari. Mazkur elchilar ichida Zaydul Hayl degan kishimi bor edi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashib suhbatlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni musulmon bo'lishga dalolat qilib edi. Ular musulmon bo'ldi va taqvodor musulmonlardan bo'lib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zaydul Hayl haqida mundoq dedi: "Men arablar ichida biror odamning donqini va ta'rifini anglab, ondan yuz ko'rsam, u mening anglag'inimga yetmaydi. Biroq Zaydul Hayl axloq va fazilatda men anglag'inimdanmi ko'p ortiq ekan" dedi va uni yaxshi Zayd deb atab qo'ydi. Mana shundoq qilib, Hijriyaning 9 va 10 yillari har qaysi qabila, podshohlik va xalifaliklarning elchi va o'maklari Madinaga uzilmay kelib itoat bo'yinlarini egdi. Tarixchilar bu elchilar ichida Yaman elchilarini, Quzoa qabilasidan Azdi, ya'ni Sa'ad va Huzaym oymoqlarining elchilarini, Bani Amir ibn Qays, ya'ni Asad, Bahroi, Javlon, Muharib, Bani Haris ibn Kayb, G'omid, Bani Muntafif, Saylaman, Bani Abbas, Uzayna, Murad, Zubayda, Kinda, Zimmura, G'asson, Bani Aysh va Naxaa qabilalarining elchilarini tilga oladi. Naxaa qabilasining elchilari eng oxirida kelgan elchilar bo'lib, Hijriyaning 11-yili Muharramning o'ttirsida kelgan. Ular 200 kishi edi. Mazkur elchilarning mutlaq ko'p qismi Hijriyaning 9 va 10 yillari kelgan. Az bir qismila Hijriyaning 11-yiligacha kechikkan. Xo'sh, mana bundaq elchi avatib el bo'lish to'lqinining yuqori ko'tarilganligi islom da'vatining butun arab yarim orolida va uning atrofida kishilarning keng olqishiga va qabul qilishiga erishganligi va islom hukmronlik doirasining zo'r darajada kengayganligini ko'rsatadi. Bütün arablar uzundan beri Madinaga qarata kuzatish va ahvol qarab ish ko'rish pozitsiyasida bo'lgan edi. Oxiri ular Madina oldida el bo'lmoqdan boshqa yo'l yo'q ekanligini tunib yetdi. Demak, Madina endi bütün arab yarim orolining diniy va siyosiy poytaxtiga aylangan edi. Buningga ko'z yumib olg'ili bo'lmaydi. Biroq biz buninglik bilanla islom dini bütün arab yarim orolining hammasining qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Ularning hammasi bir bütün musulmon bo'lib ketdi deyilmaymiz. Chunki qabila cho'nglariga tabiiylik munosabati bilan eg'izla musulmon bo'lib qo'ygan, ammo ko'ngli ko'ksi texicha qaroqchilik va bulangchilikdan umidi uzilmagan, islom ta'limotlarimi napoq qalbini tamoman yo'rtib ketilmagan bir bo'lak qora qursoq badaviylar hali ham mavjud edi. Albatta, Qur'on Karimda ularning bir qismi mundaq deb ayiblangan: A'robilarning kufri va munofiqligi texmu ziyodadir. Allah payg'ambarga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Allah mahluqotning ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. A'robilardan ba'zilari Allah yo'lida bergan narsalarni jarimona hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutidi. Ularning o'zlari halokatga uchursin. Allah ularning so'zlarini anglab turguchi, ishlarini bilib turguchidir. Qur'on Karim Sura Tavba, ya'ni 9-sura, 97 va 98 oyatlar. Qur'on Karimda yana ularning ba'zilariga mundaq opirin o'qilgan: A'robilarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Allah yo'lida bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostilla Allohga bo'lgan yaqinlikka erishidi. Allah ularni o'zining rahmeti doirasiga kirgizadi. Allah haqiqatan mu'min bandalarga nihoyat mag'firat qilguchidir. Ularga to'limi mehribondir. Qur'on Karim Sura Tavba, ya'ni 9-sura, 99 oyat. Shunimi ko'rish kerakki, Makka, Madina, Saqif, Yaman va Bahrayinlardagi shahar aholilari orasida islom dini haqiqatan tez tarqaldi.
ve ulardan katta sahabeler ve musulmonlar, erbablar yetişip çıktı. Da'vatning unumi ve onun ijtimoiy ta'siri. Peygamber sallallahu alayhi ve sellemning oxirgi hayotiga nazar silishdan avval biz uning hayotining xulosa va samarasiga va uni jimi payg'ambarlardan ustun qilgan, hatto avval oxir jimi insonlarning sarviri, sardori degan tojga musharraf qilgan ulug'vor ish izlariga, harakat va faoliyatlariga bir qur nazar silib o'tishimizga to'g'ri keladi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellemge en avval Allah Taala tarafından kiyimiga yögünüp alğuchi peygamber, keçinin azg'inisidan boshqasida, yerimida yoki yerimidinmi azroqida yoki yerimidan ko'pragida namoz o'qig'in. Qur'on Karim Sura Muzammil, ya'ni 73-sura, 1-2 oyat. Va vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkilib olg'uchi payg'ambar, tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantirg'in. Qur'on Karim Sura Mudassir, ya'ni 74-sura, 1 va 2 oyat deb buyruq qilgan edi. Shuningdan e'tiboran u dunyodagi eng ulug' omonat yukini, barliq insoniyatga mas'ul bo'lish yukini va har qaysi jang maydonlaridagi urush yukini ustiga ilib 23 yildan ko'proq vaqt hardim, taldim demay mustahkam turdi. Qisqasi, u jaholiyat o'y-xayollari, shahvoniyat arqon kishanlari bilan chambarchas bog'lanib ketgan, yer shari tortish kuchi ta'siriga eng og'ir uchirgan, jaholiyatcha tasavvurga g'arq bo'lib ketgan va g'aflat uyqusida xo'rak tortayotgan shu insoniyat ideologiya sohasidagi eng keskin, eng og'ir va eng dahshatli kurash vazifasini ustiga ilib, sabit, barqadam holda mustahkam turdi. Hatto bir chaqda qisman sahobalar ideyasi ozod bo'lib, jaholiyatcha qimmat qarashidan va ko'nicha hayot yo'linishidan ozdir ko'pdir qutulgandek bo'lib edi, boshqa sohalarda yana boshqacha kurashlar boshlandi. Allah'ның diniga qarshi va mümin musulmonlarga qarshi uyushgan, Madina tuprog'ida yiltiz tortib, no'g'da yaproqlarini yeyib, soya berish oldida turayotgan bu islom davlatidan iborat yumron ko'chatni bix surayotgan mezgilida yo'qotishni maqsad qilgan dushman kuchlarga qarshi jang qaynamlariga u Arab yerim oralining ichki qismidagi jang maydonlaridan forig' bo'lmay turibla, Rumliklarning bu yangi davlatga qarshi urush qo'zg'ishiga va uning shimoliy qismini yutilish xavfiga duch keldi. Mushu jarayonda u eng keskin, eng jafoliq kurashni, ya'ni ideologiya kurashini hargiz to'xtatib qo'ymadi. Bu kurash hayot mamatlik kurashi edi. Uningga dushman tarafdan shayton mal'un pasibon edi. U insoniyat qalbining cho'nqur qatlamida ruhiy ig'vogarchilik harakatini izchil davomlashtiryotdi. Musulmonlar tarafdan Alloh taolaning da'vatiga va da'vat maydonlarining har qaysi nuqtalarida yuz bergan urushlarga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'mondonlik qilgan edi. Mal dunyo uning yuzlangan turuqliq, uning turmushi g'o'rugul va qiyinchilikda o'tdi. Uning atrofiga uyushgan mu'min musulmonlar aminlik va rohat his qilishdi. Uning hayoti izchil jafo mushaqqat bilan o'tgan bo'lsa-mu, u buningdan qilchimi voysimidi, balki umidvorlik bilan savr qildi. Kechalari qiyomda turib namoz o'qidi, Parvardigorining ibodati uchun e'tikofga kirdi, Qur'on tilovat qildi va takrorladi, hamda Alloh taolaning talabiga loyiq qulchilik, bandichilik burchini ado qildi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem mana shundaq 20 yildan ko'proq davom qilgan urush o'ti ichida yashadi. U bu jarayonda bir ishni deb yana bir ishqa sal qarmadi va uni tashlab qo'ymadi. Oxiri islom da'vati keng ko'lamda odamning aqlini lol qilgudek unumlarga erishdi. Buning bilan butun arab yerim orali islom hukmronligiga bo'ysunib, jaholiyat, chang to'zonlari yerim orol osmonidan yo'qolishga boshladi. İdivi kasallarga chora qilinib, but haykallar chiqib tashlandi. Hatto uni mushriklar o'z qo'llari bilan chaqdi. Tavhid, ya'ni Allohni bir bilib ulug'lash sadolari falakka yangridi. İman İslam yangi hayoti kuch ato qilgan bu qum barxanlari orasida kichik shaharda 5 vaqt namozga to'langan azon ovozi ko'kni yangratdi. Qori Qur'on tilovatchilar
Qur'onni ta'lim qilish va Alloh taolaning ahkomlarini amalda ko'rsatish uchun taraf-taraflarga yurib ketdi. Keng avom va chechilang'u qabila jamiyatlar birlashdi. Odamga cho'qinishdan Alloh taologa bandichilik qilishga o'tdi. Endi bu yerda yuqori tabiqa va tuan tabiqa, quldorlar va qullar, hukmronlar va mahkumlar, zolimlar va zulmga uchirg'ishlar deydigan tabiqa ayrimchiligi qolmadi. Odamlarning hammasi Alloh taolaning bandisi, mehribon qon qarindoshlardir. Ular Alloh taolaning shariati, qonuniy hukmi oldida bab-baravar degan qarash tiklandi. Alloh taolo ulardan jahiliyat davrining tarafbozlik ideyasini, mug'ambar bo'yin tuvoqlarini va ota-ajdodlari bilan faxrlangan nachar xuyni ketkizdi. Endi faqat taqvodorliklar arab bilan g'ayri arab, oq tanlik bilan qora tanlik orasidagi yuqori tuvanlikni o'lchaydigan birdan-bir odil taroziga aylandi. Odamlarning hammasi odam otaning bolalari, odam ota tuproqdan yaralgan degan qarash o'rtaq tunishga aylandi. Bu da'vat natijasida arab birligi, insoniyat birligi, ijtimoiy adolat va insonlarning dunyo oxiratlik baxt saodati haqiqiy ravishda ishqa oshdi. Buning bilan davr o'zgardi, hayot o'ngshaldi. İnsaniyat tarix betida yep-yangi bir sahifa ichildi. Aql farosat yuksaldi. Vaholanki, buningdan ilgari dunyoda jaholiyat ideyasi hukmronlik qiladi. Kishilarning ideyasi qatmal, ruhiy tushkun, insoniy qadr-qimmat va mizonlar daxliga uchirgan. Zulm sitam, ezish va ezilishlar ustunlikni egallab ketgan edi. İnsanlar chekidan oshgan rohatparastlik va yuqori iste'mol bilan mahrumlik o'tirsida eziladi. Jaholat, bilimsizlik, kufurluq va nodonlik avj olgan bo'lib, ilgari bor bo'lgan ilohiy dillarmu asli moyidin yo'qotgan va chiriklashib ketgan edi. Qisqasi, u dillarning o'z e'tiqodchilarining ideyasiga rahbarlik qilgudek roli qolmagan edi. Eng yomon yeri shuki, bu dillar hayoti kuchi va yoki ruhiy ta'siri qolmagan quruq murosimga aylanib qolgan edi. İslam davati kishilik hayotda o'zining rolini haqiqiy joriy qildirib, insoniyatni ruhiy jihatdagi quruq vahima, xurofotlik, ruhiy qulluq, mahkumlik, fasodxo'rlik, ma'naviy, axloqiy buzilish va tushkunlashish qatorliq nochor xohishlardan xalos qildi. Jamiyatda zulm, sitam, chechilang'ulik va ishonchsizlikdan, tabiqa ayrimchiligi va hukmronlarning mustabidligidan, chiroqchi ramballar va aldamchi makkorlarning zulm nayranglaridan qutuldirdi. Bu da'vat insonlar dunyosini ijtimoiy adl adolat, siyosiy barobarlik o'rnatilgan, ilm ma'rifat gullangan, insoniy mehri muhabbat kuchaygan, Alloh taolo ko'rsatgan hayotlik yo'li va qimmat qarashlar insonlarning nafsiy xohishlaridan g'olib kelib, ularning fikr harakatiga haqiqiy turda yetakchilik qilgan, jinoyat manbalari etilgan, inoq dunyo qilib qurib chiqdi. Qisqasi, bu da'vat insonlar dunyosini Alloh taoloning saltanatini hukm surgan illiq va odil dunyo qilib qurib chiqdi. Mana bu burilish orqali Arab yerim orali olam bino bo'lgandan buyon ko'rilib boqmagan ajoyib yuksizishlarga muyassar bo'ldi va tarixda misli ko'rilmagan oltin davrga qadam qo'ydi. Vidalish haji diniy da'vat ilib berish, ilohiy elchiliklarni yetkazish, Allohning bir va borlig'ini isbotlash va yerlik atalmish yolg'on ilohlarning ta'sirini tugutish va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini e'tirof qildirish asosida yangi jamiyat barpo qilish ishlari bir qur tamomlanmadi. Go'yo bir maxfiy sado payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qalbiga "Sening bu dunyodagi vaqting oyoqlashay deb qoldi" degandek bir uchur yetkazdi. Bu uchurning bishorat va ishoratlari uning so'z harakatlarida ifodalanishga boshladi. U Hijriyaning 10-yili Muaz ibn Jabal roziyallohu anhuni Yamanga bosh ma'mur qilib avatganda, "Ey Muaz, ehtimol sen mush yildan keyin men bilan uchrasholmasliging mumkin. Balki mening masjidimdan va qabrimning hinidan o'tib qolarsan" dedi. Muaz roziyallohu anhu bu gapni anglab, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ayrilib qilishdan ansirab ko'z yoshi qildi.
Allah Taala Peygamber sallallahu alayhi ve sellemning bu yil Mekkada har qaysi Arab qabila xalqlari va ularning vakillari bilan uchrashib, ulardan o'zining omonatni yetkazganligiga, elchilikni ado qilganligiga va millatga samimiy nasihat qilganligiga guvohlik elib, 20 necha yil mobaynida javr jabbosini ko'p tortgan, da'vatning samarasini o'z ko'zi bilan ko'rib kelishiga iroda qilgan chig'i, u o'zining bu yillik katta hajga iroda qilganligini jakorladi. Natijada Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bilan birga haj qilish maqsadida Madinaga nurg'un odamlar jam bo'ldi. Zulqaydaning 26-kuni, ya'ni shanba kuni Peygamber sallallahu alayhi ve sellemning safar tayyorligi bitdi. U beshini tarab yog'landi, ishton va ridosini kiydi. Qurbonlik to'ygisiga belgi isib, peshin namozidan keyin janubga qarab yo'lga chiqdi. U asr vaqtidan burunroq Zulhulayfaga yetib bordi. Ve o yerde asr namazını 2 rakat qilib qasr o'qidi. Andin shu yerda qunib qoldi. Atsi atdigan sahobalarga: "Manga bugun kecha Alloh tarafidan vahiy qilinib, mushu muborak vodida namoz o'qig'in, umra va haj qilman degin deyildi" dedi. U peshin namozining oldida ihrom bog'lash uchun g'usl tahorat oldi. Andin Oyisha roziyallohu anha uning bosh va badallariga o'z qo'li bilan ipor va ambar qitilgan xushburoq malhamlarini suvab qo'ydi. Xushburoq malhimi uning choch soqollarida jilvinlatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni shu peti qo'yib yuvayotmadi. Orqadan peshin namozini 2 rakat o'qib, shu o'rnida haj va umraga biroqla takbir aytib, haj qironga ihrom bog'ladi. Haj qiron deganlik haj va umraga biroqla niyat qilish haj qiron deb atiladi. Haj kunlarida belgilangan ma'lum faoliyatlardan boshqa jinsiy munosabat, choch soqol oldirish, ovlashga o'xshash xususiy erkinlikni o'ziga harom qilish ihromga kirish deb atiladi. Uning usuli haj yoki umrini niyat qilib, miqotdan boshlab talbiya aytish va ihromlik kiyim kiyishdir. Ihromdan chiqish ashu cheklimlarni buzish deganlikdir. Andin chiqib Qasvatga minib turib takbir o'qidi. Andin tuzanlikka chiqqanda yana to'xtab takbir o'qidi. U safarni davomlashtirib Makkaga yaqin Zittivan degan joyda qunib qoldi. Atsi Hijriyaning 10-yili Zulhajjining 4-kuni yakshanba saharda qopib, g'usl tahorat ilib, bomdod namozini o'qigandan keyin Makkaga kirdi. Yo'lda 8 kunni o'tkazdi. Bu o'tirhol sur'at hisoblanadi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Mescid-i Haramga kirib, avval Baytullahni tavob qildi. Safa Marva o'tirsida sa'i qildi. Ammo ihromdan chiqib halol bo'lmadi. Chunki u haj qironga ihrom olgan bo'lib, qurbonlik qilish uchun to'yga haydab kelgan edi. Andin Makkaning usti tarafidagi Hajun degan joyga chiqib o'rilishib, shu yerda turdi va haj tavobidan boshqa tavobga kirmadi. Sahabelerden hadiye, qurbonlik to'yga ilib kelmaganlarni ihromni umra hajga o'zgartib etishga, ularni Baytullahni tavob qilib, Safa va Marvada sa'i qilib bo'lgandan keyin to'liq halol bo'lishga buyurdi. Sahabeler buningdan ishkilinib qolgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buningga qarata: "Agar men hozir bilganlarimni burun bilgan bo'lsam, hadiye qurbonlik haydab kelmagan bo'latdim va albatta ihromdan chiqib halol bo'lgan bo'latdim" dedi. Shuning bilan hadiye qurbonlik mol haydab kelmaganlar ihromdan chiqib halol bo'lishdi. Hammaylar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning gapini anglab itoat qildi. Shunda qilib bu qadamli kitob o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum. To'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Payg'ambarimizning haj faoliyati uchun Makkaga kelgan yerlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. U Zulhajjining 8-kuni. U tarbiya, ya'ni qurbonlik mollarini suvga qandirish kuni deb atiladi. Bomdoddan keyinla Minoga chiqdi. U yerda peshin, asr, shom, xubdan va atsi bomdod 5 vaqt namozni o'qidi. Andin bir oz turib kun chiqqandan keyin Arafatga qarab yo'l oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Arafatga yetib berib, u yerda uningga atab yasalgan bir chedirga tushdi.
Bir çağda quyosh qayrilib kun tushdan o'tib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qasvani tayyorlashga buyurdi. Ular tayyorlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qasvoyiga minib Benti Vadi Arafat tog'ining tuvindagi tuzaqlikka keldi. Bu chaqda uning atrofiga 144 ming kishi jam bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu yerda ularga tuvandagi tarixiy xarakterlik nutqni so'zladi. U mundaq dedi: "Ayyuhannas, ey xaloyiq, gapimga quloq solinglar. Men bilmayman, ehtimol bir yildan keyin men sizlar bilan bu yerda mengu uchrasholmasligim mumkin. Chuqumki, mushu oy, mushu joyda sizlarning mushu kuninglar harom bo'lganiga o'xshash, sizlarning jininglar va mol-mulkinglarmu haromdir. Agah bulunglarki, jaholiyat, dava dasturlaridan har qanday bir şeyi hozirdan e'tiboran bekor qilinadi. Jaholiyat kona qon qarzlarining hammasi shartsiz bekor qilinadi. Men avval jamoatimizning qon qarzlaridan Ibn Rabiya Ibn Harisning qon qarzini bekor qilaman. U Bani Sa'ad qabilasiga imitishga berilgan edi. Uni Huzayl qabilasidagilar o'ltirib etgan. Cahiliyet cazanı xorluqlarımı bütünley bekar qılınudu. Men bekar qılıdığan cazanının tuncisi Tağam Abbas İbni Abdülmuttalibning cazanılırıdır. Onun barlıq cazana, üsümkeşlik işleri qat'i mani qılınudu. Eyyuhannas, ayollar haqqida Allah'tan qorqunglar. Ularni Allah'ның amaneti bilen aldыңlar. Allah'ның kelimesi, yani nikah bilen halal, yani xotun qıldыңlar. Ayollarınlarning zimmisida haqqinglar bor. Ular sizlarning tushaklaringlarga g'ayri odamlarni dasatmasin. Navoda ular shunda qilib salsa, ularni zaxmlanmagudek uringlar. Ularningmi sizlarning zimmanglarda haqqi bor. Ya'ni ularning yemak, ichmak, rizq va toqat miqdori kiyim-kechigi qatorliqlar. Men sizlarga shundaq bir narsani qoldirdimki, uningga chin eslinglar, hargiz ozmaysizlar. U Allah'ның kitabi Kur'an Kerimdir. Eyyuhannas, menden keyin payg'ambar kelmaydi. Sizlardan boshqa ummat bo'lmaydi. Agah bulunglar ki, sizlar bir Allah'ga ibadet qilinglar. 5 vaqt namozinglarni o'qinglar. Ramazon oyilarining ro'zasini tutinglar. Mollaringlarning zakatini rozimanlik bilan ado qilinglar. Parvardigoringlarning baytini tavob qilinglar. İş egileriga, yani hakimiyet bishliklarga itoat qilinglar. Parvardigoringlarning jannatiga aman esen kiralaysizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Sizlar men to'g'riliq so'roq qilinsizlar. Sizlar nima deysizlar?" degaydi ular. "Elchilikni yetkizganligingga, omonatni ado qilganligingga guvohlik beramiz" deyishdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgich barmog'ini osmon tarafga ko'tarib kishilar tarafiga bir nuqib: "Ey Alloh, guvoh bo'lgin" deb 3 qitim takrorladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Arafatdagi bu nutqini Rabiya ibn Umayya ibn Xalaf roziyallohu anhu kishilarga so'zma-so'z jakorlab, yuqori ovoz bilan yetkazib turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nutqdan farq bo'lgandan keyin uningga Allohning bunu oyati nozil bo'ldi. Sizlar o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'shqi kushi, Allah'tan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi tilga ilinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ldirilgan hayvon, urib o'ldirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ldirilgan hayvon, yetqush hayvonlar yerib o'ldirib yegan hayvonning go'shtini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turlik hayvondan jini chiqmagan chaqda bo'g'izlaganlaringlar halol bo'ladi. Hamda butlarga ilib berilib, uning yinida bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Azlom, ya'ni jaholiyat davrida pal uchun ishiltilgan 3 parcha yog'och bilan pal silishinglar harom qilindi. Bu gunohdir. Kuffarlar bugun sizlarning dininglarni yo'q qilishdan umidini uzdi. Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Kimki oshiqda ilojsizlikdan, gunohni maqsad qilmasdan harom qilingan narsalarni yesa gunoh bo'lmaydi.
Allah mag'firat qilg'uchidir, bandalariga nihoyat mehribondir. Qur'on Karim Sura Maid, ya'ni 5-sura, 3-oyat. Bu oyatni anglab Umar ibn Xattob roziyallohu anhu yig'lab ketdi. Uningga "Nimishqa yig'laysan?" deyilgan edi. U har qanday ish takomillashsa, uningga nuqson agishidu, dedi. Nutqdan keyin Bilal roziyallohu anhu azon to'lidi va takbir etdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jamoat bilan billa peshin namozini o'qidi. Orqadan Bilal roziyallohu anhu yana takbir etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rnidan turib asr namozini o'qidi. Bu ikki namozning o'rtasida boshqa namoz o'qimadi. Namozdan keyin to'ygisiga minib, mavqaf hojilar Arafatda vuquf qildigan joyga keldi va u yerdan Qasvoyini quram tashlar ustiga cho'ktirdi. Piyodalar yo'lini oldida qoldirib, qiblaga qarab kun kirib ketguncha qadar vuquf qilib turdi. Kun g'oyib bo'lib, seriqliq azroq yo'qolivdi. Usama ibn Zayd roziyallohu anhu ni keynik mindirib, Arafatdan qaytdi va xeyli bir mahalda Muzdalifaga yetib kelib, u yerda namozsham va xubtanni bir azon 2 takbir bilan o'qidi. Bu ikki namoz oraliqida hech qanday namoz o'qimadi. Andin yenicha yetib, tong atqizdi. U o'rnidan turib, tong xeyli ro'shan so'zilgandan keyin bomdod namozini bir azon, bir takbir bilan o'qidi. Andin yana to'ygisiga mindi va Mash'aril Haram joy ismi. Shu yerga kelib, qiblaga qarab duo qildi. Takbir etdi, talbiya va tahlil etdi. Bu chaqda jahon xeyli obdallah yo'rg'a edi. Andin kun chiqishining oldidaroq Muzdalifadan Minoga qarab yo'l oldi va Fazli ibn Abbos raziyallohu anhu ni keyniga mindirib oldi. U Batni Muhassir degan joyga kelganda tezroq mangdi. Andin Jamratul Kubroga chiqadigan vodining o'ttirsidagi bir yo'lga agidi va u yerdan udul cho'ng daraxt yendiki Jamraga yetib bordi. U Jamratul Kubro bo'lib, shu chaqlarda uning yinida bir tüp cho'ng daraxt bor edi. U Jamra Aqaba va Jamra Ula, birinchi Jamra deb atiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu Jamraga 7 tal tosh atdi. U har bir toshni atganda takbir aytadi. Toshlar sapal parchalariga o'xshash bo'lib, uni Batnavodin terib olgan edi. Andin Manhar qurbonlik qilgan joyga qaytdi va 63 to'gini o'z qo'li bilan bo'g'izladi. Andin pichoqni Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu ga bergan edi. U yana qolg'ini 37 to'gini bo'g'izlab 100 qilib etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni, ya'ni Ali roziyallohu anhu ni qurbonligiga sherik qildi. Andin har bir to'gidan ozroqdan go'sht kesib kelib, qozonga silib pishirishga buyurdi. Go'sht pishivdi, bu ishkalan go'shtdan yedi va sho'rpidan ichdi. Tamoqdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam to'gisiga minib, Baytullohga qarab yo'l oldi. U Makkada peshin namozini o'qib, Abdul Muttallib jamoatining Zamzam qudug'idan suv tortib, hojilarga suv berayotgan yeriga keldi. Va "Tartinglar Abdul Muttallib o'g'illari, agar men boshqalarning bu siqoyat, hojilarning ustozligini qondirishni sizlardan tortib olishdan qo'rqmasam edim, men mu albatta sizlar bilan billa suv tortgan bo'lardim", dedi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bir chilak suv tortib bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u suvdan ichdi. Nahri kuni, ya'ni Zulhajjaning 10-kuni, chashqa vaqti bo'lganda, ya'ni quyosh xeyli ko'tarilganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana nutq so'zildi. U bir oq xichirga minib olgan edi. Uning so'zini Ali roziyallohu anhu butun ovozi bilan ko'pchilikka yetkazib turdi. Odamlarning ba'zisi o'ltirib, ba'zisi o'ri turib anglayotdi. U nutqida oldingi kuni so'zlagan ba'zi mazmunlarni qayta takrorladi. Sahihul Muslim va Sahihul Buxorida Abi Bakrata roziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga nahri kuni nutq so'zlab, "Alloh osmon zaminni yaratgan kundan e'tiboran zamon o'z peticha davr qilmoqda. 1 yil 12 oy, uningdan 4 oy harom, ya'ni hurmatini buzish harom oylardir. 3 Zulqoida, Zulhajja va Muharram, birining keynidan qo'g'lishib kelguchidir. 4-si Jamadiyal oxir bilan Sha'ban o'ttirsidagi Muzarning Rajab oyidir", dedi. U yana "Bu qaysi oy?" deb so'radi.
Biz Allah ve Allah'ның peygamberi obdan bilgücüdür dedik. U sükütki çömdi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu aydı başka nam bilen ataydigan oxşaydı dep oyladık. U bu Zulhecce iyi emes mu? Dedi. Biz elbet şundaq dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bu qaysi şehir dep sordu. Biz Allah ve Allah'ның peygamberi obdan bilgücüdür dedik. U sükütki çömdi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şehirni başqacha bir nom bilan ataydigan çiği dep oyladık. U bu Mekke şehri emasmi? Dedi. Biz elbet şundaq dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu qaysi gün dep so'radi. Biz Allah ve Allah'ның peygamberi obdan bilgücüdür dedik. U yana sükut qilib turdi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu günni başqacha bir nom bilan ataydigan bo'ldi dep oyladık. U bu Nehri Qurbanlıq malını zəbi qılğan gün emasmi? Dedi. Biz elbet şundaq dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem əmsə sizlərinin qanlarınlar, yəni özara qan töküb adam öldürüşünlər, mallarınlar nahaq yeviliş və inavət abroyunlar, yəni tökmət və başqa nacar usullar bilən özara inavət abroyunlarını tüküş, xuddi sizlərinin muşu gününlər, muşu ay, muşu şəhərlərdə haram bolğandək sizlərə haramdır. Sizlər pat yaqında Pərvergarınlarga mulaqat bolusizlar. U sizlərning nam əməlləringlarni so'raydi. Agah bulunlar ki, məndən keyin bir-biringlarni qırdigan azğunlardan bolmanglar. Ey xaloyiq, agah turunglar. Mən Allah'ның əmrini yetkizdim-mi? dedi. Biz hə deyishga edik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Allah, guvoh bolğin. Hazır bolğanlar, hazır bolmaganlarga yetkizsin. Yetkizilganlarning ba'zisi hozir anlaganlardan bekroq esda tutishi mumkin" dedi. Yana bir rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ashu qitimqi nutqida yana mundaq degan: "Ey xaloyiq, ogoh bo'linglar, har kim o'z nafsiga zulm qilmasin, o'z farzandlariga zulm qilmasin, farzandlar ota-onasiga zulm qilmasin. Hammanglarga ayon bo'lsinki, shayton sizlarning bu shahiringlarda ma'bud bo'lishdan abadiy umidini uzdi. Lekin u sizlarning amallaringlardan ba'zi bir kichik ishlarda sizlarni bo'ysundirmoqchi. U cho'qim shundan mamnun bo'ladi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tashriq Zulhajjining 11, 12 ve 13 günleri Minada durup həcc əməllərini ada qıldı. Şəriət əhkamlarından təlim verdi. Allah Taalaga zikri etdi. İbrahim əleyhissalamdan qalğan hidayət, bəlgə yollarını əsli keltirdi. Şerikning təsiri və onun nam nişanlarını üçürdü. O yana təşriq günlərinin birində Minada nutq sözüldü. İmam Abu Davud rahimehullah Sirai bitni Nebahan raziyallahu anhudan naql qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: Bizga Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Zirus, ya'ni odamlar Minoga to'plangan kuni so'z qilib, bu tashriq go'sht parchalash kunining o'ttiri emasmi? dedi. Uning shu kunidagi nutqining mazmuni Nahri kunidagi nutqiga o'xshash edi. U bu nutqni sura Nasri nozil bo'lgandan keyin so'zlagan. Nafar, ya'ni haramga kirib tavob qilib qaytib chiqish kunining 2-kuni, ya'ni Zulhajjining 13-kuni. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Minadan qaytib kelib, Makka vodisida Bani Kanana manzili deb atilgan bir joyga tushdi. U bu kunni va bu kunning kechisini shu yerda o'tkazdi. U bu yerda peshin, asr, shom va xubton namozlarini o'qidi. Xubton namozidan keyin birdam uxladi. Ondan Baytullohga kirib, vidolish tavofini qildi va sahoba kiramlarni shunday qilishga buyurdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haj faoliyatlarini oyoqlashtirib bo'libla Madina Munavvarga qaytishga oldirdi. Bu rohatlashish va orom olish uchun emas, balki Xudo yo'lidagi kurashlarni qaytadan boshlash va jonlantirish uchun edi. Eng oxirgi qo'shin Rum doirlarining takabbur cho'ngchiligi kun sayin ishib shu darajaga berib yetdiki, ularning musulmonlarning yashash huquqini e'tirof qilg'usi kelmayotgandek qiladi. Ular o'zlariga beqingan arablardan musulmon bo'lganlarni o'ldirdi. Rumga tava Ma'an, Shamda bir joyning ismi. Shu yerga vali bo'lgan Farva ibn Amru Juzamining darga isib o'ldirilishi buning tipik dalili edi.
Peygamber sallallahu alayhi ve sellem ularning bu xil mug'ambarligini va chekidan oshgan zo'ravonligini cheklash uchun Hijriyaning 11-yili safarda qo'shin tashkillashga kirishdi va bu qo'shinga Usama ibn Zayd roziyallohu anhu ni amir lashkar qilib tayinladi. Uni bu qo'shin bilan Falastinning Balqoi va Darum chegaralariga hujum qilishga buyurdi. Buningdagi maqsad Rumliklarning nuqlisini ilib qo'yish bilan birga chegara bo'yidagi arablarning islomga bo'lgan ishonchisini chingitish edi. Shunda qilganda kishilar cherkov hukmronligi zavol topmaydi, islom diniga aqida bog'lash o'z jiniga o'z zomin bo'lganlik degan safsataga ishonmaydi. Ba'zilar bu qo'shinning qo'mondoni Osama haqida yeshi kichik, tajribasiz deb gap tepib, uni yo'lga silishni kechiktirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning ya'ni Usamaning qo'mondan bo'lishiga sha'niga tog' yetadigan gap so'z qilishgan bo'lsanglar, buningdan burunmi uni otasining qo'mondan bo'lishiga shundoq qilishqa edinglar. Alloh bilan qasamki, u chuqum qo'mondan bo'lishga loyiqdir. Uning otasi, ya'ni Zayd ibn Haris roziyallohu anhu odamlar ichida menga eng suyumli edi. Bu ya'ni Usama ibn Zayd roziyallohu anhu mu uningdan qolsa menga eng suyumli kishidir dedi. Shuning bilan kishilar Usama roziyallohu anhu atrofiga uyushib, uning sepiga tizildi va Madinadan bir parsang 6,124 kilometrga teng yiroqlikdagi Jarif degan joyga chiqib farmon kutib turdi. Biroq Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kesili haqidagi shum xabar ularni kasal bir taraf bo'lguncha ta'xir qilib turishga majbur qildi. Balkim Alloh taolo bu qo'shinning Abu Bakr roziyallohu anhuning xilofatchiligida yo'lga silinadigan tunchi qo'shin bo'lishini iroda qilgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Alloh taoloning dargohiga safar qilganligi. Vidolashish bishoratlari. Da'vat ishlari takomillashib, islom hukmronligi vaziyatini to'liq egalladi. Bu dunyodan xo'shishish bishoratlari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning chehridan g'ilbol ko'rinishga va uning ish harakat va so'z iboralaridan ifodalanishga boshladi. U oldingi Hijriyaning 10-yili Ramazonda 20 kun e'tikofda o'ltirdi. Ammo u buningdan ilgirki yillarda e'tikofda faqat 10 kunla o'ltiradi. Bu qitimqi e'tikofda Jibril alayhissalom uningga Qur'ondan 2 qitim savoq berdi. Buning oldida har yili Ramazonda faqat birla qitim savoq beradi. U Hajjatul Vidoda musulmonlarga so'z qilganda, "Men bilmayman, ehtimol bu yil o'tsa sizlar bilan bu yerda mengu yuz ko'rishalmasligim mumkin" dedi. Ya'ni Jamra Aqaba, Minoda shaytonga tosh atadigan joyda, "Ey xaloyiq, mendan haj ibodatini o'rganib olinglar. Ehtimol men bu yildan keyin haj qila olmasligim mumkin" dedi. Təşriq kunlarining o'ttirlarida uningga sura Nasri nozil qilinibdi. Buningdan kishilar uning vidolashish, bu jahondan xo'shishish haji ekanligini va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'lim xabari yetkazilganligini faraz qilishdi. Hijriyaning 11-yili Safar oyining ma'lum bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Uhud tog'iga chiqdi va u yerda o'lik va tirik hammaylar bilan xo'shishadigandak shahidlarga duo qildi. Andın qaytib kelib munbarga chiqib so'z qildi. U mundaq dedi: "Men sizlardan burunroq ketadigandak turman. Men sizlarga guvohchi bo'laman. Alloh bilan qasamki, men shu topda Havzi Kavsarni ko'rib turyapman. Menga yer zimin xazinlarining yoki ziminning dedimi bu aniq emas. Oshqushlari berildi. Allah bilan qasamki, men sizlarning mendan keyin qolganinglarda mushrik bo'lib eg'ib ketishinglardan qo'rqmayman. Biroq sizlarning mol dunyo, boyliqlarga berilib ketishinglardan qo'rqaman." U bir kechisi tun nisbi bo'lganda Baqi qabristonligiga chiqib ularga mag'firat tiladi va "Assalomu alaykum ey maqbara ahli, sizlarning ahvolinglar hayot chig'inglardan ko'p yaxshi. Fitni fasod tun qorong'usidek besib keldi. Bu fitni fasodlar bir-biridan yomondir" dedi. Ondan ularga bishorat bergandek, "Bizmi chuqum sizlarga qo'shilamiz" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kasalga mubtalo bo'lganligi. Hijriyaning 11-yili Safar oyining 29-kuni dushanba payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Baqiya qabristonligida bir meyit namoziga qatnashgan edi. Maqbaradan qaytib kelayotganda to'yuqsiz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning beshiga qattiq og'riq tegdi va qizitmisimi birdilla o'rlab ketdi. Hatta uning qizitmisini uning beshi tingilgan tingiqcha ustidanmi belgili bo'ladi.
Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kasalga mubtalo bo'lgandan keyinmi 11 kun jamoat bilan birga namoz o'qidi. U jami 13 yoki 14 kun kasal tortgan edi. Eng oxirgi bir hafta Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kesili kun sari ig'irlashdi. U har kuni ayollardan "Atiman nada? Atiman nada?" deb so'raydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollari uning maqsadini tushunib, uning ko'ngli tortgan uyda turib kutilishiga yo'l qo'yishdi. Shuning bilan u Fazli ibn Abbos va Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhuma ikkilarning hamrohligida beshi ting'iqli holatda ularning yulab mingishi bilan Hazrati Oysha roziyallohu anhaning uyiga yo'tkab kelindi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ikki qadami yerni jijab mang'atdi. Shunda qilib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayotining eng oxirgi bir haftasini Oysha roziyallohu anhaning uyida o'tkazdi. Vafotidan 5 kun ilgari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vafotidan 5 kun ilgirki kun chorshanba edi. Uning qizitmasi texmi o'rlab, o't issiqda yonatdi. Og'riq kuchayib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hushsizlandi. U boshqa quduqdan 7 tulum suv keltirib üstü bishim qo'yinglar. Men ular, ya'ni musulmonlar qishiga chiqib vasiyat qilib olay, dedi. Shuning bilan ular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni cho'ng bir tanglida o'tirg'izib ustidan suv qo'ydi. Bir chaqda bo'ldi deb hushiga keldi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zini bir oz yeniklagandek his qilgan chig'i, u beshi ting'iqli holda masjidga chiqib munbarda o'tirdi va so'z qildi. Kishilar uning atrofini o'rib olishgan edi. U mundaq dedi: "Alloh Yahudi va Nasaralarni halok qilsin. Ular payg'ambarlarning maqbarasini masjid sajdagoh qilib olishdi. U yana mening qabrimni ma'bud qilib olmanglar", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'zni qisos, intiqom va antini ilib olishga yo'tkab, "Men bir kishining uchisiga urib salgan bo'lsam, mana bu mening ucham, mendan intiqomin ilib olsin. Va kimni tillab obro'yini to'kkan bo'lsam, mana men hozir, meni tillab antini ilib olsin", dedi. Ondan munbardan tushib peshin namozini o'qidi. Peshin namozidan keyin munbarga chiqib yana hiliqi o'ch adovat va ant qisos haqidagi gaplarni qayta takrorladi. Bu chaqda bir odam "O'zlarda mening 3 dirham pulim bor edi" degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Ey Fazli, uning pulini berib et" deb buyurdi. Ondan ansarlarga yaxshilik qilish to'g'riliq vasiyat qilib mundaq dedi: "Men sizlarni ansarlarga yaxshi muomala qilsa deyman. Ular mening o'z bag'rim va sirdoshlarimdir. Ular zimmisidagi majburiyatini ado qilib bo'ldi. Endi ularning qaytarishga tegishli haqlar qilib qoldi. Shunga ularning yaxshi ish amallarini qo'llanglar. Kamchilik va xatoliklarni afu qilinglar." Yana bir rivoyatda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Odamlar borgan sir ko'paydi, ansarlar ozlab ketadi. Hatto ular oshning tuzidakla qoladi. Har kim sizlardan bir kishiga foyda ziyon yetkazadigan amal mansab tutsa, u cho'qim ansarlarning yaxshiligini qabul qilsin, kamchilik va xatoliklarni afu qilsin." Ondan u: "Alloh bir bandasiga bu dunyoda qilish yoki u dunyoga ketishning birini tanlash ixtiyorligini bergan edi, u banda u dunyoga ketishni ixtiyor qildi", dedi. Abu Said Xudri roziyallohu anhu mundaq deydi: "Bu so'zni anglab Abu Bakr roziyallohu anhu yig'lab ketdi va ota-onamiz sog' pido bo'lsin", dedi. Biz hayron bo'ldik. Ba'zilar: "Qaranglar, bu muhtvarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu dunyoda qilish yoki u dunyoga ketish ixtiyorligida qo'yilgan bir banda haqida xabar berib olsa, uning ota-onamiz sog' pido bo'lsin deyotganini", deyishdi. Aslida ixtiyorda qo'yilg'uchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekan. Abu Bakr roziyallohu anhu buni hammamizdan burun tushungan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana mundaq dedi: "Men Abu Bakrning suhbatiga o'xshash hech bir suhbat ko'rmadim. Men uningdan rozi. Agar men Parvardigorimdan o'zga sirdosh do'st tutadigan bo'lsam, albatta Abu Bakrni sirdosh tutatdim. Lekin islom qarindoshligi va islomiy do'stlik kifoya qiladi. Masjidga ichilgan eshiklardan Abu Bakrning eshigidan boshqasi taqib etilsin."
vafotidan 4 kun ilgari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vafotidan 4 kun ilgari, ya'ni payshanba kuni uning kasali texmi ig'irlashib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kasali ig'irlashib, qattiq dard tortayotgan bo'lsa-mu, namozlarning hammasini musulmonlar bilan birlikda masjidda o'qib kelyotdi. Hatta shu kuni, ya'ni vafotidan 4 kun ilgirki payshanba kuni-mu namoz shamni musulmonlar bilan billa o'qib, Mursalat surasini qiroat qilgan edi. Xubdan vaqtida uning kesili masjidga chiqolmagudek darajada ig'irlashib ketdi. Oysha roziyallohu anha mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular namoz o'qib bo'ldimi deb so'radi. Biz yo'q, ular o'zlarini saqlayotdi degan edi. U menga cho'ng tipdagi qachida suv quyib beringlar dedi. Biz uni tekinda qildik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iliqi qachida g'usl qildi. Andin qo'pmoqchi bo'lib edi, g'uslsizib yiqildi. Va bir ozdan keyin yana hushiga kelib, ular namoz o'qib bo'ldimi dedi. Bundaq ahvol yana hushidan ketish va yana hushiga kelib kishilarning namoz o'qib bo'lgan yoki bo'lmaganligini so'rash 2-3 qitim takrorlandi. Oxiri u imomatchilik qilishga Abu Bakr roziyallohu anhu ga odam avatdi. Shuning bilan Abu Bakr roziyallohu anhu shu kunlarda 17 vaqt namozini imom bo'lib o'qidi. Oysha roziyallohu anha kishilarning shumluq va naslikni dadasidan, ya'ni Abu Bakr roziyallohu anhudan ko'rmaslik uchun uning imomatchilik qilmasligini 3-4 qitim o'tingan bo'lsa-mu, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam unimidi va sizlar Yusuf alayhisalomning vaqasidagi ayollardek ishkansizlar. Abu Bakrga aytinglar, u musulmonlarga imomatchilik qilsin dedi. Vafotidan 1 yoki 2 kun ilgari. Bu shanba yoki yakshanba kuni edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir oz yenikligandek bo'lgan chig'i ikkilarning yo'lishi bilan peshin namoziga chiqdi. Bu chaqda Abu Bakr roziyallohu anhu jamoatga imomatchilik qilib namoz o'qitdi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rib, keyindagi safga qaytmoqchi bo'lib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga ishorat qilib qo'zg'almaslikka buyurdi. Meni uning yoniga o'ltirg'izinglar dedi. Iliq ishkaylan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni Abu Bakr roziyallohu anhuning qishiga opirib o'ltirg'izdi. Shuning bilan Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning namoziga iqtido qildi. U kishilarga takbirni anglatdi. Vafotidan 1 kun ilgari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafotidan 1 kun ilgariki yakshanba kuni barliq qul cho'rlarini ozod qilib etdi. Yindagi 7 dinar pulni sadaqa berishga buyurdi va qurol yaroq lozimatliklarini musulmonlarga hadiya qildi. Vaholanki Oysha roziyallohu anha shu kechasi chiroq yig'ini qo'shnisidan o'tna olgan edi. Shundaqla, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning savati 30 sa'i. 30 sa'i degan 61 kilo 200 gramga teng. Shunchalik arpa uchun bir yahudining uyida raniga quyuqliq edi. Eng oxirgi bir kun Anas ibn Malik roziyallohu anhu mundaq rivoyat qildi. Dushanba kuni sahar musulmonlar bomdod namozda edi. Abu Bakr roziyallohu anhu imomatchilik qilyotdi. Ushtumtut Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oysha roziyallohu anhaning hujra eshigining pardasini ichib, ularga qarab tabassum qildi. Abu Bakr roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni namozga chiqdi deb o'ylab, orqasidagi safga chekindi. Musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga namoz o'qiydiganligini pamlashib, xushalliqqa cho'mish oldida turganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'li bilan ularga namozni o'qib berishga ishorat qilib qo'yib, hujrasiga kirib pardani qo'yib etdi. Shu vaqtdan, ya'ni bir namozning vaqti kirguncha bo'lgan orliqda u soat bu dunyo bilan manguga xo'shlashdi. Shu kuni chashqa vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qizi Fatima roziyallohu anhani chaqirtib, uning quloqiga bir gaplarni degan edi. Fatima yig'lab ketdi. Ondan keyin yana bir nimalarni dedi. Fatima kuldi. Oysha roziyallohu anha mundaq deydi. Keyincha biz Fatima roziyallohu anhadan bu ishni so'rgan edik. U Rasululloh, otam menga mushu kasal bilan vafot bo'lib ketganligini aytqaydi, men yig'ladim. Arqadan menga uning oilasini tunji bo'lib, mening uningga qo'shilib borganligimni aytdi. Shunga men kulgan edim dedi.
Shu kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Fatima roziyallohu anhaga uning jimi ayollarning sarvari, ulug' pishvosi bo'lganligidan bishorat bergan edi. Fatima roziyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dard tortayotganligini ko'rib, "Voy dadamning dardi" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Dadingizga buningdan keyin dard alam bo'lmaydi" dedi. U yana Hasan bilan Husayn roziyallohu anhumalarni chaqirtib, ularni suyib qo'ydi va yaxshilikqa vasiyat qildi. Ondan ahlilarini chaqirtib, ularga nasihat qildi va eslatma berdi. U zot kishilarga tavsiya qilib, namozni qo'ldan bermanglar, namozni qo'ldan bermanglar dedi va bu gapni bir qancha qitim takrorladi. Sakrat. Can telpizi başlandı. Ayşe raziyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni yölep olturğuzdi. Ayşe raziyallahu anha mundaq degen: Allah'ның mağa ata qılğan nikmetlerden biri şu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mening uyimda, mening kunimda, mening yürüküm bilen köhrügümning o'ttirsida can üzdi ve yana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vafot buluş aldıda Allah mening bilen onun tükürük suyimizni birleştirdi. Abdurrahman, u Abu Bakr roziyallohu anhuning o'g'li edi. U uyga kirib keldi. Uning qo'lida misvak bor edi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yulab o'ltiratdim. Uning hiliqi misvakqa ko'z yugurtayotganligini ko'rdimda, uning misvak ishlatishni yaxshi ko'rdiganligini bilgachga, "Uni sizga ilib beraymi?" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Ha" deb bishini langshitdi. Shuning bilan men hiliqi misvakni Abdurrahmondan ilib berdim. Misvak qattiq kelib qoldi. Men uni chaynab yumshatib beraymi dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bishi bilan ma'qul deb ishorat qildi. Men uni chaynab yumshatib berdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam misvakni qo'liga elib og'ziga surkidi. Yani bir rivoyatda Rasululloh iliq misvak bilan sog' vaqtidimi yaxshiroq misvak qildi deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldida bir qachida suv bor edi. U qo'lini sug'ichlab yuzini silaydi va Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Haqiqatdanmi o'limning sakrati achchig'i bor deydi. Ayşe roziyallohu anha quliqini yaqin akilib tingshiga edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Allah, sen in'om qilgan payg'ambarlar, siddiq, rostchillar, shahidlar va solih yaxshilar bilan birga qilgin. Ey Allah, menga mag'firat qilgin, rahmat qilgin va meni dargohingga ilib ketgin. Ey Allah, dargohingga ilib ketgin" deganligini angladi. U oxirgi ikki kalima so'zni 3 qitim takrorladi. Ondan uning qo'li bo'shab likita tushib ketdi. Biz Allah'ның ilkide durmiz. Allah'ның dargohiga qaytquchimiz. Bu vaqa Hijriyaning 11-yili Rabiul Avvalning 12-kuni, milodiya 632-yili 6-ayning 8-kuniga to'g'ri keladi. Dushanba chashgoh vaqtida yuz berdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 63 yoshga to'shib 4 kun oshqa edi. Sahobalarni g'am bosqanligi. Bu xabar tezlik tarqaldi. Madina ahliga olam qorong'ulik ichida qolgandek tuyuldi. Anas roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga qadam tashrif qilgan kundimmi uchuq, yo'ruq va shod-xuram kunni ko'rmagan edim. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lib ketgan kundimmi zulmatlik va qabahatlik kunni ko'rmadim degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jon uzvidi. Fatima roziyallohu anha: "Voy ota, chaqirgan Rabbingga labbay degan ota, voy ota, Jannatul Firdavsdan joying bo'lsin ota, voy ota, Jibrilga vafot bo'lib ketdi deyli ota" deb yig'ladi. Umar roziyallohu anhuning maydoni. Umar roziyallohu anhu mundaq pozitsiya tutdi. Aslida bu xabar uning as xushini qo'ymagan edi. Munofiqlarning ba'zisi Rasululloh vafot bo'pti deyishyotidu. Jazm qilamanki, Rasululloh vafot bo'lmadi. Xuddi Musa ibn Imron alayhissalom Parvardigorning huzuriga ketib 40 kun g'oyib bo'lib, Musa o'lib ketibdi degan gap tarqalgandan keyin yana paydo bo'lib kelganiga o'xshash. Rasululloh mu Allohning dargohiga ketdi.
Allah bilan qasamki, u yana qaytib kelib, uni o'ldi deyishib yurgan ashu bir ufchumlarning put-qo'llarini cho'qim kesib tashlaydi, dedi. Abu Bakri roziyallohu anhuning qat'iy maydoni. Abu Bakri roziyallohu anhu Sunhi degan joydagi turalg'usidan otliq yetib keldi. U otdan tushibla masjidga kirdi va hech kishiga gapmi qilmay Oisha roziyallohu anhaning uyiga kirib, Udul payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning muborak meyitining qishig'i keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yo'lliq raq yepib qo'yilgan edi. Abu Bakri roziyallohu anhu raqni o'rib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yuzini ochdi va engishib uni quchoqlab so'ydi va ko'z yoshi qildi. Ondan mundaq dedi: "Sana ata-onam fido bo'lsin. Allah sana 2 qitim o'lim bermisin. Sana yezilgan o'lim mushuning bilan tugab ketsin." Ondan masjidga chiqdi. Umar roziyallohu anhu yanıla kishilarga so'z qilyotdi. Abu Bakri roziyallohu anhu: "O'ltirg'in Umar", dedi. Umar roziyallohu anhu o'ltirg'ili uxlamadi. Kishilar uni tashlab Abu Bakri roziyallohu anhuning atrofiga olashdi. Abu Bakri roziyallohu anhu mundaq dedi: "Allohga hamdu sana, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salom yo'llagandan keyin Oranglardan kimki Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ibodat qilgan bo'lsa, endi u o'ldi. Kimki Allohga ibodat qilsa, Alloh chuqum tirikdir, o'lmaydi. Allah mundaq degan: Muhammad sallallohu alayhi va sallam faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yinib olamsizlar? Ya'ni iymondan yinib murtad bo'lamsizlar? Kimki orqasiga yinib oladigan, ya'ni murtad bo'ladigan, u Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah shukr qilguvchilarni mukofotlaydi. Sura Al-Imron, ya'ni 3-sura 144-oyat degan. Ibn Abbos raziyallohu anhu mundaq deydi: Allah bilan qasamki, go'yo kishilar Allohning bu oyatni nozil qilganini burun bilmaydigandek, bugun Abu Bakri to'satdan uni tilovat qilayotgandek, hammasi uni eg'iziga ilib takrorlashdi. Men hamma kishining shu oyatni tilovat qilayotganligini angladim. İbn Musaybaning aytishicha, Umar roziyallohu anhu mundaq degan: Allah bilan qasamki, men Abu Bakri roziyallohu anhuning hiliqi oyatni tilovat qilganligini anglab bo'shishib ketdim. Put-qo'llarim dir-dir titraydi. Men uni anglab o'tib yerga yiqildim va shu an Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chuqum vafot bo'pti deb bildim. Shunda qilib, bugun o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Alloh qo'monat.